Gavay ni hao, ya'ni hammaga salom. Sizlar bilan bitta zo'r life hackga bo'lishmoqchiman. Ya'ni Toshkent telebashnasining yaqinida joylashgan bir obyektimiz bor edi. Bu yerda terrasada bizani Kasor Keramics keramogranitlarini sotib olishdi va shu yerda bitta insident bo'ldi. Muammoli holat shundaki, Kasor Keramics keramogranitlarini qo'yishgandan keyin, bukvalni 3 oy muddat o'tgandan keyin kafillar bizga murojaat qilishyapti, po'killar chiqyapti. Mana va shundan keyin biz o'zimizning shaxsiy texnolog va ustalarimizni jo'natib, buni analiz qildirishga tushirdik. Shundan xulosa keldiki, hozirgi paytda kafilning kleylarida muammo bor. Ya'ni Xitoyning ba'zi bir sifatsiz seriallarni ishlatayotganligi sabab bo'ldi. Shundan keyin biz bu kafillarni hammasini yechdik. Hozir oxirgi qolgan kafil. Bu kafillarni yechganimizdan keyin qaytadan boshqa kley ishlatib, yopishtirib berishyapti mahoratli ustalar. Tugash etaplariga kelib qoldi. Ya'ni izolyatsiya urib, hozir tagidan inshaalloh oxirgi kafilli kleylarni yopishtirib, mana ko'rsanglar bo'ladi. Shu yechilgan kafillarni sizlarga shunday kichkina obzor qilib ketaman. Mana yaqinroq olib keling kameraga. Ko'ryapsizlarmi mana? Yechilgandek holatda mana kafil idealniy darajada yechilgan. Ya'ni hech qanaqa sinish degan narsa yo'q. Kasor Keramics kafillari mo'shniy, baquvvat. Shuni ham e'tiborga oling. Hurmatli klientimizni ozgina qolganda 2 barobar rasxodga tushgan bo'lardi. Shuning uchun ham yaxshi kley ishlatsanglar, inshaalloh ishinglar besh bo'ladi. Salomat bo'linglar, yaxshida ko'rishinglar.